Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, kanalimiz kuzatuvchilari, barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun albatta mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarga berilayotgan e'tibor, zaif ko'ruvchilarga berilayotgan e'tibor bu eng bir yuksak maqtovga loyiq desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni vaqtda O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati tasarrufidagi ko'plab olim ulamolar, chempionlar va shular bilan bir qatorda hofizlarni biz eng iqtidorlilari bilan ko'plab suhbatlar e'tiboringizga havola etyapmiz. Ana shunday ustoz hofizlarimizdan biri O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek akani bugun mana shu suhbatga ozgina chorlashimizdan bir maqsad bor. Buni boisi albatta ustozimiz Jalil Rahmatovning tavallud ayyomlari O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi, ko'plab kitoblar muallifi Jalil Rahmatov bugun o'zlarini 60 yoshlik yubileylarini nishonlayapti. Bugun hamma o'sha do'stlar, yor birodarlar qatorida Ochilbek aka Matchonov ham tashrif buyurganlar. Ochilbek aka xush ko'rdik og'a. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Yaxshimisiz, jonimisiz? Yaxshi kelib oldingiz vakillamasdan. Ochilbek aka keling, mana shu umuman Jalil Rahmatovning ijodiga bir sizning munosabatingizdan boshlasak. Aytibsiz, kesaveramiz. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Avvalambor yurtimizni, davlatimizni, muhtaram prezidentimizni adabiyot va san'at ahliga berilayotgan e'tiborlari, ko'rsatayotgan hurmatlari va davlatimiz tomonidan imtiyozlari berilayotgan qo'llab-quvvatlashlarini chuqur minnatdorchilik bildirgan holda buni eslamasdan ilojimiz yo'q, e'tirof etmasdan ilojimiz yo'q. Bugun ana shu qonun va qonunlarni ijrosi o'laroq shoirimiz Jalil Rahmatni 60 yillik tavalludiga adabiyot va san'at ahli Buxoroy azim shahriga yig'ildik. Jalil Rahmatni ijodini kuzatar ekanmiz. Ijodlarida mumtoz adabiyot an'analari bilan birgalikda 20-asr zamonaviy adabiyotidagi an'analarni uyg'unligini ko'ramiz. Ulardan tashqari bir Guliqand degan bir she'rlarni o'qidim. Buxoro folklorini bir uyg'unlashganligini ko'ramiz. Ruhi ravshan bo'lmasa, vujud mavjud emas. Ruhi ravshan bo'lmasa, kimda vatan bo'lmasa, dilda iymon emas, kimda vatan bo'lmasa, to'rt haram sarg'ayar sahroda yuz, to'rt taraf ham misli kuz, sarg'ayar sahroda yuz, gul mayus bulbul mayus, bog' chaman bo'lmasa. O'z ijod maktabiga ega bo'lgan shoirimiz bugun 60 yillik tavalludini nishonlayaptilar. Ayni yetilgan, ayni bir navqiron pishgan deymiz o'zimiz jaydaricha aytganimizda. Hali eng chiroyli ijod namunalarini endi kuzatamiz. Endi kutamiz, Xudo xolosa. Umrlari uzoq bo'lsin, 100 yoshlarga kelib yursinlar, iloyim salomat bo'lsinlar. Adabiyot muxlislariga chiroyli adabiyot namunalarini tuhfa etishdan charchamasinlar va Buxoro ko'zi ojizlari, Buxoro viloyat ko'zi ojizlar jamiyati raislari bu kishi va bu ishlarida ham muvaffaqiyatlar tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Ham davlat ishini ham ijodiy ishni baravar olib borish qanaqa mashaqqatligini biz yaxshi bilamiz. Kuch-quvvat tilaymiz.
sabr, matonat tilaymiz yana. Rahmat. Endi Ochil aka, mana bir sir emas, siz mana shu Jalil Rahmatovning ijodiga bir sovuqqo'llik bilan emas, shu bir mehr bilan qarayotganligingiz yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Ularni ijodidan bir yaxshi qo'shiq tayyorlab kelgansiz deb o'ylaymiz albatta. Xo'p, o'zingizning ijodlaringizda nima gaplar? O'zingizda nima yangiliklar bo'ldi? O'zim yangi qo'shiqlar? Urganch davlat universitetida hozirda ishlayman. Maqom yakka xonandaligi degan dars o'shadan bolalarga saboq beraman. U shu bilan birgalikda Xorazm viloyat Urganch shahridagi maqom maktabi ixtisoslashtirilgan maktab internatida dars beraman. Bugungi kundagi asosiy faoliyatlarim mana shu ikkita muassasaga qaratilgan. Yaxshi. Chunki kelajakda bu ijod avval o'z yo'liga, kelajakda bu mumtoz san'atimiz yana yosh avlodda davom etishi kerak, bu yana rivojlanishi kerak. Hozirgi kunda endi biz yoshimizdan bir 50 ga qarab qoldi. Ko'prik vazifasini o'taydigan paytimiz keldimi shekilli deymiz. Yoshlarga bilganimizcha, ustozlardan o'rganganimizcha ularga baholi qudrashni o'rgatib, yana mumtoz san'atimizni davom etishidagi hissamizni ozgina bo'lsa ham qo'sha olsak, o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Yaxshi. Mana shu qo'shiqchilik san'atiga, milliy estrada yo'nalishiga, qolaversa o'sha maqom yo'nalishiga kirib kelayotgan, qadam qo'yayotgan yoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Bilasizmi, san'atkorlik ilmi, sozandalik, ayniqsa xonandalik ilmi bu fan deb qarasak, fan deb qaraylik. Buni ko'pchilik savol beradi, kasbmi yo fanmi? Shunchaki bu musiqa shunaqa narsaki, buni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, buni ta'mini bilib bo'lmaydi. Go'yoki bu kimgadir ko'rinmaydigan ish bu. Shuning uchun ham nomoddiy madaniy meros deymiz. Lekin xonandachilik fani bir qancha fanlarni o'zida mujassamlashtirgan fan. Shuning uchun yoshlarimiz faqat ashula hali to'tqushga o'xshab birovdan chala-chula uzuq yo'lik ilib olib yodlab aytmasdan bu narsani o'qish kerak. Tarixni, adabiyotni, kerak bo'lsa o'sha matematik fanlarni chuqur o'zlashtirgan bo'lish kerak. Va shularni mujassamlashtirgan holda bu xonandalik fani yuzaga chiqadi. Yaxshi. Endi bitta muxlislar tomonidan ko'p marotaba shu bizdan ham so'raladi. Agar Ochilbek san'atkor bo'lmaganlarida kim bo'lishlari orzuda edi degan bir savol bor. San'atkor bo'lmasam yo tarix fani bo'yicha shug'ullanib ketardim yo adabiyot bilan shug'ullanib ketardim. Lekin shu madaniyat va san'atdan chiqib ketmasdi. Albatta. Yaxshi, ustoz, katta rahmat. Salomat bo'ling. Endi bugun tadbirga xudo xolasa mana qo'shig'ingizni sirli ravishda albatta yetkazishni niyat qilgansiz. Ilohim niyatingizga yeting. Inshaalloh. Xalqni, yurtni nazaridan qolmang. Ushbu qo'shiq shunday hit bo'lsinki, o'sha Jalil Rahmatov va sizni bir eng yuksak cho'qqilarga erishtiradigan bir xayrli qo'shiqlardan bo'lsin. Ijodlaringizga barkamollik tilaymiz. Yangi qo'shiqlar kutib qolamiz xudo xolasa. Rahmat. Sizni juda ham bir sevib tinglaydigan alohida muxlislaringiz bor. Shularning baxtiga sog'-omon bo'ling. Sog' bo'ling, sizlar ham sog' bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar ilohim. Rahmat. Aziz teletomoshabinlar, demak biz Ochilbek akamga ijodlariga barkamollik tilab qolamiz. Har doim sog'lik va omonlikda ko'rishaylik.